gvazdika gulim gullagan. Bu bir qavatli gvazdika. Bu yog'iga piyon ekkanman. Bunisi gortenziya. Gortenziyani mana bunaqa qilib xoli qilaman. Guli yaxshi bo'ladi. Sifatli gul olaman. Bu xoli qilganlarimni ham tashlab yubormayman. Albatta buni ham nima qilaman? Shirinka qilaman bularni. Tashlab yuborish yo'q. Buni tanasi oq. Oppoq gullaydi. Bu gvazdika yomg'ir kelibdi. Mana bu ham tanasi qizil. Tanasi qizil. Bu qizil gullaydi. Buni ham xoli qilamiz. Juda ham qalin bo'lib ketgan. Guli sifatli chiqmaydi-da. Guli sifatli chiqsa men shularni xoli qilgim kelmaydi. Ayoq buni bechoracha deb o'tirsam guli sifatli bo'lmaydi. Gulim sifatli bo'lishi uchun bularni xoli qilishim kerak. Bu ham piyon. Bu ham gvazdika. Gvazdikalarim ochilgan. Mana bu ham oppoq bo'lib, chiroyli bo'lib gullaykan. Tanasi chiroyli bo'lib chiqadi. Gullar. Yomg'ir juda ham qattiq yog'ibdi. 2 kun yomg'ir degan. Biz bu gullarga faqatgina qo'l bilan sug'oramiz. Shuning uchun biz yomg'ir kelsa xursand bo'lamiz. Yomg'ir juda ham yomg'ir kelibdi. Yomg'ir kelganiga xursandman. Gullarim bir mazza qilib ana bu yerga ekkan gullarim ham chiqibdi. Buni chirinka jarayonini ham ko'rsataman sizlarga. Ana bu xoli qilib kelgan gortenziyalarimiz. Juda ham xoli qilib oldim. Nimagaki guli ham sifatli bo'ladi va nima ham chiroyli o'sadi. Shunaqa qilib kesib tozalab barglarini kamaytira olamiz. Bargi bizga kerak. Nimaga kerak? Dispar bo'ladi. Barglari havo nafas oladi. Nafas olgani uchun parnikchamizga havo hosil bo'ladi. Shundagina gullarimiz havo olgani uchungina nima bo'lishi mumkin? Tomir chiqaradi. Agarda havo olmasa tomir chiqarish qiyin bo'ladi. Bir dona bo'lsa ham bargi bo'lsa tezroq tomir chiqaradi. Hozir havolar isib qoldi. Bular oldingidek 40 kun emas. 20 kunga ham, 30 kunga ham chiqarishi mumkin. Bilasizlarmi, metel-chitel gortenziyadan juda ko'p men chirinka qilganman. Juda ham yaxshi ko'raman. Gortenziyalarga hayot bag'ishlashni juda ham qiziqaman. Qachonki tomir olsa, barg chiqarsa juda ham xursand bo'lib o'tiraman-da. Mana xursandchiligim shularni tomir chiqarib barg yoyishi bilan xursand bo'laman. Xullas, bu 2 xil gortenziya olib keldim. Piramida ochiladi. Birinchi guli, birinchisi, ikkinchisi mana shapkachadek keng bo'lib, chiroyli bo'lib turadi. Bu bittasi oqidan, bitta qizilidan. Xoli qilish jarayonini men ko'rsatib o'tdim. Ana, endi shu bargni ham olib tashlaylik. Ko'payib qolsa ham kuchi yetmaydi-da. Namlik oshib ketib. Ana bularni bo'lib qo'yamiz.
ana sholga men bu yerini hech qanaqa kasoy kesmadim. Shunaqasiga qilmoqchiman. Chunki nimadan pastiga bunday to'piqchasi bor mana. Shunday qilmoqchiman. Bu yerga juda ham ko'p. Hammasini shu tarzda tozalayman. Chirinkachamni qilaman. Bir oy davomida kutmayman. Hujra 20 kunga tayyor bo'ladi bular. Chirinkalarim hujra hammasi bargchalar yoyib, juda ham go'zal bo'lgan. Hammasi chiroyli bo'lyapti hujra o'sapti. Kurknelis gartenziyadan qilganman. Metelchiteldan qilganman. Piramidalik ochiladigandan qilganman. Juda ham ko'p qilganman. Hammasi amal olgan, ko'kargan, 100% bo'lmasa ham 70%, 50-80%, 80% desa ham bo'ladi. Bir 3-4tasi yoki 2-3tasi olmagan bo'lishi mumkin. Lekin hammasi olgan. Xursand bo'laman. Shularni ko'rib ana bularni taxlab qo'ydim. Xo'sh. Bularga bir 20 kunga уже tayyor bo'ladi. 20 kunga tayyor bo'ladi. Bemalol mana shularni olib tashlaymizda, bularni o'sib, bular gullayman degancha bu bechoralar qancha vaqt kerakda. Undan ko'ra baland bo'lganlariga yo'l ochib bersa, ular gul ham chiroyli bo'ladi, ham sifatli bo'ladi. Bemalol mazza qilib gullaydi-da, bearmon gullaydi. Bularni chirinka qilamiz, bularga qaytadan hayot beramiz. Nasib bo'lsa kelasi yildan bular ham gurillab gullaydi. O'tgan yilgi chirinkam bor, kurknelis chirinkam. Ularga nima? O'sha gullashib boshlaydi bu yil, ko'rsatib o'taman sizlarga. Ana endi buni keltirib olamiz. Ko'rinibdi degan umiddaman sizlarga. Shuni suqib qo'yiladi-da. Shunday hech qanaqa teshikcha ham hosil qilmayman. Hech qanaqa hech narsa hosil qilmayman. Ana shunday suqib chiqaman. Tayyor chirinkalarni suqib chiqamiz. Ana bu nimasi bor uchun suqishga qiyin bo'ladi. Ana tayyor chirinkachalarimiz. 20 kundan keyin sizlar bilan yana natijasini bo'lishaman. Sizlar bilan. Shuni og'zini oddiy o'zini ikkinchi tarafi bilan yopib qo'yaman. Va 20 kun kutamiz buni. Shu holatda turadi. Ko'rib boramiz, tomir chiqarsa ham ana prozrachni shunisi yaxshiki ko'rinib boradi.